degan vayron qilib ko'zlarim asli go'zal dunyo degan asli shirin hayot degan vayron qilib ko'zlarim inson o'zi xomsut emgan Qani bolalarım. Obdan ketdilar. Uy kirayli, manglar. Bo'ldi. Manglar. Uxlaydi, ha, bilam. Qani bova. Kira. Ha, manglar. Ha, dada, siz avvalmang. Bo'ldi, yig'ilma, bilam. Oy, Qizim, bu yerda o'tiribsan-ku. Jira, uy kirib ketaylik bolam. Ma'qul. Qani, bolalarım, ishga nima? Qani dada, qani. Ha, manglar. Qani kiringlar. Ha? Kiringlar, Ha, dada. qani. Ha? Qani. Ha. Ha, qani. Kira. Kirishdi. Jira, bilam. Son bolalarım. O'zingizdan bo'lsin bova. Aymanlar muborak bo'lsin. O'tiringlar. O'tiringlar. Sağzıda qo'shibdi. Yetib tayyorlig'inglar yaxshi bo'pti juma bova. Ha? Qani, ag'ash o'tiringlar. Bekkatsizlik. Qani, bolam. Oz bo'lsa-mu hayitlaringda. Rahmat dada. Dadisi? Voy, dadisi! Ha, mana men. Choy ichibasizlar? Ha, ma'qul.
Kesle. Kollarını yuvasla. Rahmet. Charchab qolganlar. Bir piyola choy ichib olsalar. Hilimo bek charchab ketdilar. Aram asla. Bir ömür jafo tortib, ko'chat tikib, iyilik barpo qildilar. Çoğunlar köçet tikse, rahatını balla girer degen gap bor. Balalarning mı özüge tushliq ishi bor emasmi? Özüm qilay. Mush bag'vorlarning hammasi balla uchun emasmi? Bizdan qolsa ballaga qoladi. Hadi mağdursuzlanıp ketibotman. Saqıya olaman bu. Men ko'z yumib qolsam, dadisi yolg'izsirab qolaman. Ya. Balllarım dadisining holidan obdan xabar oladi. Bu öyləni sağıca qançalik jafo tortdimi? Əmdilikdə bularni tashlab ketamanmi? Balalarimiz bu uyning chirig'ini o'chirmasa. Doğrun işçi olanglar, apisi. To'la o'ylayvermay. Obdan armenanglar. Qani. Ha. Rahmet. Astaroq, asta. İşim pek ağır. Apa, çay sila. Mijozinglar qandoqroq? Doktorga boraymi? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Qizim, bola uxlab qoldimi? Qani o'tiring. Ko'nglar tan saqliq, zo'r boyliq deb to'g'ri debdikan. Menda nevramni ko'tagidek maqtur bo'lmasa. Bu nechiz kasaldan qachon qutularman? Meni yo'latma. Boqqa aytchiqsizlar. Ma'qul. Asta tursizlar. Asta. Bag'rimni ko'ray. Ma'qul apisi. Asta, ma'qul. Qizim, uyga kirib keting. Ma'qul dada. Asta meni, asta. Bu yil mevalar xeyli o'xshabdi. Boqqa, uyga qarasam, ko'nglim ichilib qoladi. Bizmi ko'p qiyinchiliklarni yengib, bolalarimizni qatoriga qo'shib, uylik o'choq qildik. Endi og'zimiz oshqib tegayotgan chog'da saqsiz bo'lib qoldik. Undaq demanglar. Ko'nglimdek yerim bo'libdi do'tatsin. Umumiy xiyolda bo'lmanglar. Sizlar texi uzun yashaysizlar. Bir obdan turayotmamsizlar. Mana o'zinglar meni boqich qoldinglar-ku. Nəvirlərimizni emas, çəvirlərini mi qata qoşsizlar texi.
Ağır kunlar orqamizda qoldi. Balalarimizmi qatog'iga qo'shildi. Eg'irimizni yeniq qilib, qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lyotdi. Aram olsanglar, yaxshi bo'lib ketasizlar. To'g'ri, men bolalarimdan faxrlanaman. Mehribonning aytishicha, Ahmadjonni shaharga yetkazgan. Bu simshada qilib qilib, yenimizda ishlasa yaxshi bo'ladi. Ahmadjonning xizmatini shaharga yetkazsa, necha oyda bir kelalaydi. Ro'shangilmo jiroqqa to'y qilib, necha oyda bir kelyotdi. Ahmadjon o'sha yerda ishlab qolsa yaxshi bo'ladi. Xizmat ehtiyoji qayerda bo'lsa, shu yerda ishlasin. Ahmadjon yetkazsa, shahardan bir yurish uyab birayli. Balalar qayerda xizmat qilsa, turmushi xotirjam o'silimayli. Bomg'ir xiyollarni qilmanglar, opasi. Oy, nima bo'ldinglar? Qo'rqitmanglar-chi. Ko'zim Nima bo'ldi? qorong'ushib ketyapti. Doktorga apiraymi? Qo'rqitmanglar-chi, opasi. Beshim pek og'rib ketdi. Opasi. Meni qo'rqitmanglar. Opasi, meni qo'rqitmanglar. Opasi. Opasi. Vallahi ekimsizmi? Kichik maktab ketdi. Rahmat. Jo'machi. Kirib qoldi. Qizim ishlaringlar qanday qilib ketdi? Mush qiynatdan joyli qilib bordi. Shundaqmi? Texvali o'sha uyning bolasi bo'lgandan keyin hamma narsa sizlar qolmamdi. Men shuni tushunamadim. Vali shu uyning bolasi bo'lgandan keyin uy joy bog'varan mol dunyolarning hammasi sizlarga qilish kerak edi-ku. Ocham to'g'ri deydi. Yig'lim gaplarni qilib, qiynatoning ko'nglini ol. Eronning oldida bir xil, qiynatoning oldida bir xil bo'l. Lekin Valining unda qig'isi yo'q. Uy ayirib chiqib ketsak, ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi deydi. Hech nega chiqmanglar. Uy ayirib chiqib ketsanglar, topgan tagininglarga uy salamsizlar yoki jininglarni boqamsizlar. Ayrim o'ltirsanglar hamma narsalarni talqib beramiz deydi. Vali bo'lgandan keyin uylar sizlar qilish kerak-da. Bu uydan hargiz chiqmanglar. Gap qo'shindaq, lekin qiynatdan kichik kelinga o'ligidek amroq. Qachonlik qarsa og'zini tushirmaydi. Ishki gapning birsi bo'lsa, kichik kelindan uyingni ol degan. Qaysi yeri yiqib qoldikin o'satning. Ahmadjonning uy ayrig'isi bor ekan-ku. Shu chiqib ketsa bo'lmadimi? Qiynati deganga hadab tashlab bersang, mu xush yiqib. Maydisiga mol dunyoni besib yetaverdi. Qani kasila. Bo'ldi, qo'zg'almisizlar. Kasila. Bo'ldi. Tinchlikmi? Obdan turdingmi? O'ltasizlar. Qani, sizlar o'ltasizlar. Salomatliklari qandayroq? Obdan. Qani, choyga baqsizlar. Sizlar bilan ko'rishmagili uzun vaqtlar bo'ldi. Sizlar bilan mo'nish bilay deb kelib edim. Obdan keptilar. Obdan bo'pti. Qani. Asla. Qani. Qani asla. Ya xudo. Hey! Ma'nın g'amidi yo'qmi ya turg'unni? Hey! Gap qilyapman. Sana 100 kerakmi emasmi? Ha? Men ko'ch-ko'yda bo'layotgan gapdan xabaring bormi yo'q? Hozir kishilar bizni nima deyotdi, bilamsan? Ma qizini obdan tarbiyalamabdi, ha?
Qaynotisiga yaxshi qarmabdi deyotidi. Sen-chi, qizimizga deb qo'ygan qudularning oldin obdan xabar olsin. Anladingmi? Bo'ladi, men yana tarbiya qilay. Bizmi ularni yo'qlab kelayli. Maha gapani bo'ladi. Cho'ng onashning uyi keldi buni. Cho'ng onamning uyiga ketdimiz. Cho'ng onamning uyiga keldik. Qo'shib ketdinglar, balarim. Mana keldi. Gapsizlik qilmanglar. Ishingchi. Ha, bo'ldi. Voy, qandaq ahvolinglar? Pechamon keldinglarmi? Qanday ahvolingiz? Voy, bolarim, qani uyga kiringlar. Qani kiraman. Apa, kiraman. Ahmadjonning oldi deyishni biyat ko'rdim. Nima gapda, apa? Davering. Mahallada tarqalib yurgan so'zlashaklarni angladingmi? Xabarim bor. Anlab turyapman. Lekin men nima qila olaydim? Malika o'zi bilan bolasini o'ylasa, qiynatini o'ylamasa, kishilar albatta har xil gaplar qiladi-da. Kishilar to'g'ri deydi. Hamma aybni Malikamga qo'ysang bo'lmaydi. Shu gapning bir uchi ham tegishlik. Shahar ketaman deyapsizlar. Qiynatan bo'lsa, o'sha uyda qolamdi. Ahmadjonga degin. Maslahatlashib yiqinglar. Amal bo'lsa shahar ketmanglar. Qiynatini holdan xabar ettirmiz. Turmushga kerak narsalarni o'z vaqtida albatta turmiz. Fursat bo'lsa yo'qlab turamiz. Bir necha tal narsa bersanlar ko'ngli xush bo'ladi demsan. Qiynataning holidan obdan xabar olgin. Bu umrlik burchinglar. Sen bu ishni obdan o'ylan. Qiynatam shaharga kelgan bo'lsa, shaharda ishlanglar. Qayerda tursanglar, turmushinglar xotirjam bo'lsa-ma xushal deydi. Uning ustiga Malika bolalarimni xorlab, faqat sig'dirmayotidi. Qasdan qusur izlayotidi. Biz Malika bilan bir qo'rida tursak, uyda faqat jidan qurmaydi ekan. Shunga shaharga ketaylik deyishyapmiz. Ular nima deydi ekan? Vali davomli Ahmadjon o'qitish uchun nurg'un pul ketdi. Uyning eg'rilik ishlarini dadamga yordamlash men qildim. Ahmadjonni o'qitib, xizmatga o'rinlashtirdik. U bu uyning hech qanday jafosini tatib baxmadi. Maoshi bo'lgandan keyin bizga eg'irchiliklarni sanmay, o'zinglar jininglarni o'zinglar beqinglar, meni dadam bilan bolalarimni baqil qo'yinglar dedi. Balam, akuklaringning o'tirisiga zid kelsanma. Qo'y bundaq gaplaringni. Sen qiynatanga yaxshi qarasang, ati o'gin sening bolalaringmi sen yaxshi qaraydi. O'tniga lab qutalam bu. Dadam berib qudisining holini ko'rib, yuragi ezilgan holda qaytib ketdi. Uyga kelib o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoldi. Ballarni jafoda cho'ng qilib, o'yli ko'chaqliq qildi. Endi ularning rohatini ko'rish kerak. Qo'y yenge yaxshi turibsansiz. Yaxshi turdingizmi? Qani yuqoriga aytinglar. Bu bir yaxshi fursat. Bugun opamlarning uyiga boraman deb tayyorlik qilib qo'yib ekanman. Balalar kelmagili uzun bo'ldi. Opangizning uyiga ati basanglar. Veli soygan paxlanning go'shining yerimini olib, Xudamni yo'qlab kelsanglar bo'lmamdi. Xudamni eg'izdaksin. Ashqan tashqan go'shtni ep bo'lmasamichi, opam go'sht ep yalaydi.
Malikam, nimanda qo'pollik qilasiz? Dadam ya kichik bola bo'lmasa? Oş, tamaqnicha o'zinglar aytib yonlar. Tamaqni siz ayting. Ma'qul o'zim aytay. Uyda hech kim yo'qmi nima? Apa, qanday ahvoling? Yaxshi tirdingmi? Yomon tirdingmi? Qanday ahvoling? Yaxshimisan, tinchlikmi? Balam nimanda xabar bo'ldigansizlar? Nima o balam? Nimanda ig'ir tag'ani ko'tarib keldinglar? Opa, paxlandan birini so'ydirib, silni yesin deb akeldik. Rahmat balam, japa tatmasanlar bo'ladi. Apa, go'sh yesang quvvat bo'ladi, foyda qiladi. Valiga debchi qo'ydim birini so'ydirib olib keldim. Saqlab ye. Balam, ochilaringni chaqir. Cho'ng kichik hammaylan kelsin. Bo'lmasa go'sh purab qoladi. Ma'qul apa. Tezroq kelsin. Vali, uy kirayli. Qani bolalarim, uy kiringlar. Bolam, pat-pat kelib tursanglar. Dada bo'ldi turib qolsizlar. Bek avar bo'lib ketdilar. Bo'lsa bizning uyga berib bir oy turib kelsa yaxshi bo'ladi. Rahmat bolam. Opanglar o'tgan bu uyni kessam, opanglarning ro'yi qurilib qolar, yaxshi bo'lmas. Pat-pat kelib meni yo'qlab turinglar. Tashlab qo'ymanglar. Qayirib qoldim. Ma'qulga, balaga o'qish quroli olib beringlar. Bo'ldi dada. Sirgi do'rasizlar. Balam, ma'qulni ol, yaxshi o'qig'in. Rahmat bova, rahmat. Qizim Malikam, choy damlab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan. Dada, xapıb qaldыңmı? Yendim bo'lding. Melikamga choy damlab beraying desam, xapıb qoldi o'g'ay. Dada, sen bu keliningdan yomonlig'ining yomonlig'in, ochtimig'ingni etib beribsa, kir qotingni yo'yib beribsa, yana nima qitasi bo'ladi, ha? Agar bu keliningni yomon desang, boshqa kelinlarni kelib berib turib kelamsan ya. Biznimi xotirjam turmush kechirgili qo'ygin. Mana choy. Dada, mush mijozingni qachon o'zgartasan? Hammamiz xotirjam turmush kechirsak bo'lmamdi, ha? Ha baba, çay içiyordamsiz? Oltir choy ich. Bu qirq çayni kim içidi o? Bugün bayramken baba, bazarga kirib, kebab yeb, Allohga o'ynab kelamiz. Tesh o'ynanglar, ha? Apam ko'rinmaydi? Azroq pul bo'libdi-ya menga. Apa! Apa! Mayak kille mayakka. O balam. Bugün iki azroq pul olamiz. Voy beray balam, voy beray. Ma, xajlab turg'in. Ala. Ha, mana. Voy. Men mo'ngay. Boldiroq qaytib kelgin ha? Kichik balog'imi? Ashundaq jiq pul bergan bormi? Pul degani xajlayman demsa nimaga topadi? Balamni xajlaymikin deb topatimiz. Jenim bilan yomon o'ginib qoladi. Keyin boshqaramay qolasizlarmikin? Apa,
Qanday ahvolinglar yaxshimisizlar? Kechaman keldinglarmi? Hamma tinchlikmi? Qanday ahvoling yaxshimisan? Hajat chiroyli mashinada olibsan. Nima degan chiroyli Chiroyli ekan appa. Rahmat sizlarga. Rangim bo'ldi. Oxir oldik. Qani yuqoriga o'taylik. Qani appa. Jiranglar. Qani isting. Kirib kirsizlar. Oy. Kaslar. Yuqoriz. Rahmat. Qani appa, chayala. Rahmat bolam. Hada, boshqalarning oqingda so'zlicha qilganini bildingmi? Qiynatisi shuncha ko'p mol dunyo ba'simi? Qiynatisiga yaxshi qaramadi. Xotini bek eskigan deb Vali akamni ayblayotdi. Men shundoq gaplarni ko'p anglab ketdim qizim. Bundaq gaplar to'la. Odamni bezor qilib. Sen nima deding appa? Men nima deydim qizim? Qizimni eri boshqursin dedim. Qizimning ko'ngli nimada xush bo'lsa, shuni qilsin. Mashinam ep optan qipti. Endi meni pat-pat yo'qlab keldigan bo'ldi dedim. Ajab obdan debsen, og'zingga navat appa, tozi boplabsan. Xalqning biz bilan nima qari? Pul degan necha ochunda xajlamamdi. Yiliqi qayerdan qo'qib mashinani olamamdiq? Hozir dal o'ynab kuldigan vaqtimiz. Voy hada tozni besham kelsan-ku. Agar men qaynatam shunday muomala qilsam, eri meni urib o'ldiraydi. Sen undaq qilmay. Qaynatang obzora qarg'in. Kiyim-kechaklari kirlishib, judab ketibdi. Erim obdan bo'lgan qaynatang obdandi. Ular odamgachilik qilib qo'ygan. Dadangizning doktorga pamsaqmicha saqiydi. Hada, opam og'rib qoldi. Vali, bolam. Nakir chiqay. O'lmaydigan qiyri. Doim shundoq chaqibcha odamni avar qiladi. Bir piyola choy kirpasan bu. Bizning chedada biz oldiraydik. Jiringlar. Biz mangayli tezroq. Mangayli. Oy. Acha, nim bo'ldi. Qanday qilamiz? Hey Vali, o'ltamay doktor chaqirib kiring ha. Gapda o'ltirsiz-ku. Oy. Voy azmini qilmay chiqib doktor chaqirib kiring deyapman. Tezroq bo'ling ha. Voy bo'lmamsiz tez. Tezroq saqlayib kestir bo'ladi. Odamni ansirib. Hada, Yusufgan og'rib qopti. Biz bu yerda bo'lgan lekin Vali akam berib siqarsin. Ahmadjon o'yda yo'qtirsa, Yusufgamga yana bir ish bo'lib qolmasin? Ishingni qila. Sen nimani bilding? U qayerda kimning qari? Opamiz muhim emasmi? Oldlar opamga qaraydi. O texcha o'tirsizga bo'lmamsiz tez. Bo'ling ha? Odamning tishiga tegmay. Özümning uyi, özümning makoni. Ballarimni qanotlantirib uchirgan aziz makonim. Xon. Nemishqa meni tashlab ketdingiz, azizim? Ro'shangul nemishqa kelmaydiganda? Ahmadjon kelamo. Ayoli bechora jiroq bo'lsa-mu, menga keraklik narsa keraklarni avatyotdi. Ballarimni, navrlarimni ko'rgim kelyotdi. Sağ salamet, aman esenmidi.
Bugün ma'lum bo'lganda. Ajab beoram bo'lib ketyapman ha. O biqinlarim og'riyotir. Bugün kunga men bo'g'ibdi. Chorshanbami. Payshanbami. Ikkindan keyin Ahmadjon ollarini kelam. Kelmasmi? Kelgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tezroq kelsa bo'ladi. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq. Kun bo'ldi Yusufdan ko'rinmaydi-ku. Benmi kömdüm? Bunlar qarab baqaylı. Voy, bu darvoza üstökün bağa o'xshaydi ichilmig'ili. Men bag'odan orqishga kirib qarab baqay. Suv ichkim kelyapti. Ha, mana opa. Opa, nima yegunlar bor? O'xshagan donor ko'pi bo'lsa yesam bo'ldi. Tunur ko'pi bu vaqt nereden topami? Opam akka deganga akkamamsiz. Ay pulosini nimlarga qilmaydi turamatdingiz. Odam jin qilib. Voy, nima bo'pti? Yusuf akam o'lib qopti. Ha? O'lib qopti? Jasadi purab ketibdi. Unda qilmasdi. Bol bolalar xabar qiladi. Boşsa. Hoşça. Vaqt bir yag berib qoldi balam. Erta sahar turmusingiz bo'lmaydi. Yetib aramayman opa. Shuna qiling. Bo'ling. Unda men mangay. Ey do'stlar, men sizlarga desam-chi, yamribisham, nimni xotini qo'yib beraman. Bu deganim to'g'ri, uni cho'qim qo'yib o'taman. Jiran tomochava. Do'stlar, xo'sh. Jiran. Xo'sh. Ey, ishqnoch. Ey, ishqnoch da'vatma chapsan. Yana aroq ichibsiz-da. Aroq ichibsiz da'vatsa? Dadim bo'lgandan keyin ichmay qandoq qilaman? Endi aroq ichib kiramsiz? Buni bilamsan? Tijoratda isyon tortgandan keyin bu akangni qishib berib pul akasan bo'lmamdi, ha? Men qara, dadangdan qolgan mirosning hammani akang yeb olamdi, ha? Bizi qilan nimalar ekan bu? Qarab turib, bizni bo'zi qilib o'tdi. Qandoqlik qilsam qilib, sen pul aka, o'sha qiyin o'tgandan o'tib olma. Ata tavtish bilan yo'lga chiqqan. Aka. Ha. Tinchlikmi? Ha, tinchlik qol. Tish kepsiz. Bir ishlar bilan kelganmidingiz? Bu qatim tijoratda azroq ziyon tatib qolgan. Azroq pul berib turgan bo'lsangiz. Bu pulni dadamning nazariga ishlatib yetibganmiz. Uyda pul qolmadi. Bog'dagi meyvalarni sotdingiz. Qiyinchilik tatmagan bo'lsam, oldingizga pul so'rab kelmagan bo'lardim. Dadamning kirpigiga to'p basmay turib, men bilan miros talashg'ili keldingizmi? Necha kun bo'ldi sizga ko'rishim. Degan beklamchilar bo'libdi. Shundaqmi? Shundoq bo'lmadigan. Voy. Voy, to'xta. To'xta. Voy, to'xta. Bo'ldimmi? To'xta. To'xta.
Mana geldi. Efendi, yana başka narsa lazım mı? Agar bir narsa kerak bo'lsa, mana sizni chaqiramiz. Olur. Meni behni soatda atmaz. Kechiring, qani. Chayinigin, hamisha. Sizni bunday kun hargiz saqlaqmayman. Hendanga, xotiningizni qachon qo'yibsiz? Aldırmay turing. Bu xotinim marasi bo'lmoq uchun hamon uni qo'yib o'taman. Qachongacha mushunda yuramiz? Maqaram. Bu mening sizga atab ekangan ko'nglim. Bu sovg'amni qabul qiling. Chiroyli. Keyin yana ap berasiz. Rahmat. Aytmoqchi, sizga aytmay kimga beraman? Maqaram, bu yana manzirasi nimaga chiroyli, ha? Bunday keyin davlat o'yatlar. Maqaram, men ish pishtirib yurib bo'lgandan keyin ikkimiz birga yashaymiz. Mana ishinim bo'lamdi. Aytmoqchi, siz bilan yashamay kim bilan yashayman, ha? Mana ishinim, mana. Jiran. Keldingmi? O'tira. Quruq qo'l kelibsan-ku, ha? Dadam hayot vaqtida akalarim anda yaxshi, otqalarim manda yaxshi deb maqtanayotgan eding-ku, ha? Endi holing mushima, ha? Ayta. Undaqın deb ketmang. Dadam hayot vaqtida bizni ko'p yo'ligan-ku. Yana qanaqa bas bo'ladi? Aç 4 dal pulunu pişanım dokulup otamsan, ha? Konular xotun kişinin pulu, işk beşiğe esilgan tokmak okşaydı o degen. Gelsen, çıksan ama beşiğe tegedi o degen gipi. Raskende, ha? Xata tushunmang. Undaq deganim emas. Ben hata düşündüm ha? Ben saran şundak mı? Mal, çık yok ol gözümden. Yok ol. Akıllarını pul ekersen terliyim. Olmasa, ma öykte suç bulma, aldın mı? Dada, sizler soğuşu versen kanda bulurdu. Babam öyle jıklap yadırdı mı? Soğuşma kanda kılatık, ha? Babamdan kalan mirasını hemini, tağan yutuvarsa, babamın ayol kişi edip mirasını vermey, boza gidivarsa. Soğuşma kanda kılatık, ha? Sen bağı, ulanın erisi boğandaki. Sen mi berip yetip al? Ulanın kandakından bir körüp bakay. Ha? Kopa! Tura orada. Bayt xasılma. Qanday ahvalınız? Siz hazır nerede? Ben sizni behmi saqlab ketdim. Ayolunuz chiqaqil qo'ymadi bu ya. Adam ağır. Kim ile sözüşüyorsa, ha? Men bo'ldim kari? Kasım diyen kim o? Kandak yüzsüzün mi sen? O vicdansız. Qo'ling shiltima gap qilmanga. Endi sen bilen hesaplaşımam. Men ep qo'ygan xotining emas. Sen beni xotundan, bağlarımdan ayırdın. O buzuk. O o'zing ishi. Beni veyran kılmakçı mı, ha? Kim seni vayron qildi? O'zingni o'zing vayron qilding. Yok ol gözümde. Ishini qilanda odam bezor qildi. Hecep tügümez kaldı abi ya. Ukam, Melikem bir gün apısının üyüge bağmakçıken, siz muş yerlerinin hemmesini bir çanıvetken basınız. Ben Melikemni elip apısının üyüge berip gelay. Abi, ben geldim. Keldingmi jinim bolam? Tanak pişti mi? Pishay deb qoldi. Birdam o'tirib turgan. Hozir tayyor bo'ladi.
Qani o'tira. Ukam harıq içməm. Başqalar görsə közgə ilmaydigan bo'lib qoladi. Amma haraq deganni-chi, ma bizdek ata-onasi bor, 9'u tel odam ichadiganimi u? 100 numar balam. Taze bapladım. Canım apa, çoğun dadam hayat boğan bolsa, özünüzün balısı bilen tanışıp onundan azar yemegen bulattınız. Ola acaba haraq içip meskergen balısının cevabını xuşal bolup ketdi. Balam, çoğunlar ondaq deme deyişinin ornuğa xuşal bolup külüvadı da. Tova, cihanda muşundaq mı anı baken ha? Oy, kiring aka. Çay demlab beraymi? Bo'ldi. Boya hechil bo'lib yengemni oldi deyanmadim. Nima gapda deyanmagdak? Maktabdan o'qish bo'li to'shib ketdi deb bek suylab ketyotdi. Uning ustiga o'g'limning oyog'i yirtib ketibdi. Azroq pul berib turgan bo'lsangiz o'g'limga oyoq apasam bo'pti ekan. Ukam, menda hozir nada pul bo'ladi? O'tgan siz og'rib qolgandimi, birmuncha pulga davolatdim. Bolangizning daftar qilimidan tortib ep beryapman. Menimi o'ylab qo'ysangiz bo'lmamda. Putudagi oyog'ini mozdozga o'ngitib bering. Kichik bola degan oyog'ini yampitib keysami bo'laverdi. Bolaga undaq ko'p pul xashlab o'gitib qo'ysanglar, yomon o'gini bo'ladi. Otisi yo'q bolaning tarbiyasiga alayda ahamiyat berish kerak. Endi uni siz o'z mayliga qo'yib beraversangiz bo'lmaydi. Çoğun bo'lib qoldi. O'rgansin, ishlab pul topsin. Uzun pesh og'zim tishlab turaversa qandoq bo'ladi? Mushnaqa emasmi mana? Odam ikki og'iz gap qilib bo'g'icha ko'zining suyini chiqargan. Meningmi yangingizning oldida azroq yuzim bo'lsin. Bolam bek bichora bo'lib ketdi. Azroq o'sin pul berib turgan bo'lsangiz. O'qituvchi shundoq degan deblar bu gapga eslab olamsiz? Ularning yendan pul chiqmagandan gapni davirdi-da. Pul deb dadisi dang, dadisi bersin. Bundan keyin bundaq qishloq ishlarga meni avar qilmang. Bundaq qishloq dadisiga bo'lsin. Men ishimni qilib qo'ying. Nimanda qiladiganida to'p birdan to'xtab turing. Ha, nima gapda? Soningizdan balsa qachongish mushoy turdi? Mush g'alvidan hajab qutulolmadim. Qachonli qarsam shu gap. Oxir bir kun bo'yi mening deb miras talishidi-ku qachon. Hozir Ro'shangulning ko'ngli parishon desa, bu gaplarni uningga qandoq degili bo'ladi? Helimi sening gapingga kirib, Ahmadjonni bu uydan qo'g'lab chiqarib, oramizga so'g'oqchilik tushdi. Endi Ro'shangulnimi bu uydan qo'g'li desang, Vali, sizcha undaq degan bilan? Ro'shangul atog'in ko'zimizga ko'stib adim birini akra? Ro'shangul undaq ayollardan emas. Qalayim qan gap qilma. Qarab turing Vali, ishongan taqdir keyik yetmabdi degan gap bor. Atog'in ko'rib qolasiz. U degan tex yashtirsa, aytagmay mushlaq o'taveram-da. Gapni oz qilgin, ishimizni qilayli. Oy, oldimizda o'g'limiz tursa, ularning keyinligini o'ylamasak bo'lmas. Ularni o'ylik o'chaqlik qilamiz. Qo'li beshimni og'ritmay, qandoq qilsang qila, menga. Oxir bir kun pushaymon qilsiz-ku. Bo'ldi qila. Bu bir nimani tezroq ko'zimdan yo'qotdi. Astag'firullah. Nima tursa? Mangmamsa? Xat to'xtab tur. Ko'rimiz-ku texi. Ukam, pul yo'q deyotganingiz, nimani xarajat qilyapsizlar? Apamdan qolgan zinnatlarimni sotdim. Shuni xarajat qilmasak, qanday qilamiz? Shundan boshqa amal bo'lmasa. Bumi bo'pti-ku ukam. Pul deb mening beshimni og'irtib-yegicha burilib mushlaq qilsangiz bo'lmamdi. Eshitdikmi? Qani choy iching.
Appam dadamla tushimga to'la kirib qalayotidu. Ularning ro'yi qo'rinib qoldimikin, tushim buzilib turyotidu. Ha? Tush deganga nima kirmaydi? Qandoq degan gap bu? Gap qiling ha? Oy hamma, baxtlı deysiz. Biz ya tilemçi emas. Boğumuzdan üye bizden uyumuz o. İlim işlep yavatımız. Apamның dolusından kaçan ketlen çıkıp baktı. Apamның silahsan hürmet kılmaysa. Apam inan ittifak ötel bilse, nime bilseniz bulamdı. Dayım silahın bekvatımız. Bekvatımız da yüzümüzü salsanız bulamdı. Ha? Hey, senin ağzın hecep iştik bu putta. Bu senin hammangcı mı? Tehi biz bilen dişkidak buldun mu? Rahmetlik babam silahını mı dadanlar o, ha? Olanı zadı isimlağı öp bakın olanı, ben bilmeymen, ha? Ola bizdekin kağanda, inak ötüla degen o, ha? Hey, buldu kıl, muştum dek durup. Ben bilen gepte kallaşıkıdak buldun mu? Dadan bakmasa, ben baktım o. Kimi sana şunçilik kılalaydı? Dadandın kemmegen vapa, mendin keldi o. Yine kanda kıpesen bulattı. Opang şükürtü otamda. Biz sendek çağda güp ketmeye çapattık. Helimi sen üzüm peş. Ağzımı çöğüşlep oltırıverem sen. Hep cümlesini hep. Bo'ldi, jiq gap qilma bolam. Aka, xafa bo'lmang. Bola tek kichik. Hozir yetishni uqmaydi. Bo'ldi, sen jiq gap qilma. Hech ishlarni tushunmaysan. Ha, jininglarni boqalamsizlar? Yaxshi-ku, to'ttam eg'ir ketdi-da. Unda qiz quruqda chiqishlamsa, chiqisha. Hey, bo'ldi qa. Qachon o'tag'ina chiqisha? Hey, yetimog'lar chiqaydim men. Sizni boqalayman, yurib. Chiqisha. Sen deysan, ha? Apa men mangdim. Tezroq kelgin-a. Men ansirab qolaman-a. Dadam bilan birga bormoqchi edik bolam. Mashinani haydamasang bo'pti ekan. Ay, mening ma aldirashim bor apa. Sizlar boshqa amal qilinglar. Bizning oldirishimiz batdi bolam. Ay, mana. Mang. Dadisi, bolamizga nim bo'lganda oqshom kamidi. Ansirib kelyapti. Öz vaqtida balını yaxshi boshqarayli desam unamaysan. Hozir aroq ichib tap tatmasdan uyga kiradigan bo'ldi. Öz vaqtida dadam balalarga tarbiya qilsa, silik ishlaysan. Endi onunğa tarbiya qilsa, anglamaydigan bo'lib ketdi. Men qaytay. Balık bir iş olmaz, kapağım tatıp da durdu. Malika, balon başımdan bir şey bozuldu. Bu bizga nima tatquluq, nima köygülük. Cinim Veli, balımızını yana bir qıtım doktorga apıraylıçı. Qaysi pulga davoltimiz? To'lam to'ladik, bag'nimiz setvetdik. Bu pulning hammasini mushningga ishlatib bo'ldik. Bizda hech nima qolmadi. Pul deganni tepi, aqasının ko'ziga tiqib etmaydigan bo'lsa. Hey go'y, nimani chiqsa? Bo'ldi bolam, jim yap. Nimani? Bo'ldi bolam, bo'l gap qilma, o'tirma jim yap. Qaram dadisi, ma o'zingizdan elchib keling. Balamni doktorga aparamiz. Ma'qul. Sen kaçıgan pulunu başka kaçıgan bolsam, bu kamçı ula tilamcım kütepti. Set. Hey. Sen kaçıgan diken bakmış kımam sonra. Buldu aka buldu. Ben bu akıllı küçüğavattım ha. Ben senin nurgun pullarını hezlip ettim. Ben onu herkes boş koyatmayım. Bir amallağını kıp onu çokum kımağı öktüm. Hep belli doğru ettin. Onu bir amal kıl kımağa öğütün la. Şu canımın konum hemen tapıdı. O men inin başına sokup ötep ömürlük mevkip koydu. O yürgümünü kan zerdap kılıp hasretle koydu. Hey bunun gibi pul gerek olmaz da. Ben puluma işini baldı bitti. Çap mama.
Ahmet aka koş. Koş aka. Koş. Ağinlar birleşip çoğun soğudu qilamiz degan bir plan var da. Ha, cho'ng suvda? Şu azroq pula chiqib va qudanglar bir sherik bo'lolmamiz shunga. Jinob bizmi bo'lganki, jinim adash. Sodangning ishini go bildim adash. Lekin shu pulning ishi sal chataq turdi emasmi? Gommada azroq amalni qilmamsa, ha? Topqiningni opasang, yetmaginni men bersam, shuning bilan bu savdo qatnashsang bo'lmadimi deyman? Ha? Ichcha adash, ichcha. Belli, jira adash. Men berib pulning amalini qilay. Ista. Apa. Ha? Men pul tepesem olmadı canım apa. Voy, nadiki pulni berma, jinim bolam, pulning hammasi tukkan tursa. Ben de pul bacakta harclaşta ondan bilsinler ha. Voy. Ben işçi ağrısın, ben öldürün de apa, öldürün de. Sen uchun men yuragimni oymayman, bolam. Dadam kını deyme dadam. Voy, jinim bolam. Voy, jinim bolam. Dadam kını. Baqirma. Dadam neymiş gelmeydi o, dadam neymiş gelmeydi. Bo'ldi qil bolam, shig'lama. Bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Boldang, Dada, ben pul vergin ha dada, pul vergin ha. pulingni tat. Ha, men Bo'ldi qil, jinim bolam. Ha, babamning hammasini so'rab Dedim dada, bizler pul ama candan toydun deyme dada, Hayvan. candan toydum. Pulingni tat. Voyjon. Yana Ey, kirib talyon sinab boqmamsan. Ahmetning kap qolsa-mu ajib emas. Alag'in olganki, tutaman bash mumkinni. Rasman? O'ynab o'tirsa, menga esa pussang o'zanga. Rahmat adash. Chataq yo'q. Dostlikqa yaraysan jimo. Voy, qaysilik ishlar bor. Jira adash. Jira. Ma. Qani talyonni birsini apaqa qilib bilgan. Ma'qul adash. Butun gap ham pulni olmaysa. Chataq yo'q. Bizga alag'in tutsaq biz. Shama? Musha adash. Adash, bexatarmi? Ya chataq yo'q, cho'ngmaslik yo'q. Tutilib qolmaydi deyman. Yo'q, jira adash. Ha, qani, to'tga. Ikki. Hesap bo'ldi. Tashildimi, ha? Qaranglar. Keldi. Sabah yo'qmi shunday qilma o'ynab. Qanday? Yana do'sh qamsa? Ha, turib bo'ldik. Ahmetdan tozi keldi. Ha. Hesap. Qara. Tashildim. Keldi adash. Ha. Dadam qaynak, dadam. Yaxshi. Ahmet kapti bo'lsan da. Sen degan bu mana. Hadi o'ynasan o'g'il arkadaş qilma deganda. Adash, yana mushundaq so'rim bo'lsa, ayt devatgina. Chataq yo'q adash. Jira ishimiz. Jira. Voy, jira. Mana. Jira. Buncha bola pulni nereden topding? Pul topdik, pul. Nima qilib topding? Voy, jinim bolam. Voy, jinim bolam. Qarg'ina bo'lsa pul tepkasam tilovdi apa. Shuni Bolam, deyman. men qara, sen men obdan bilaman. Burundan tatib qilayotgan ishlaring men obdan ayon. Biror ish chiqarib qo'yamikin deyman. Qanday qilsam pul teptiman ku? Menimcha bir planim bor. Og'illar bilan deyishib qo'ydik. Cho'ng bir savdo qilamiz degan apa. Topgan pullarni yig'ib, mush uylarning hammasini bir yanglab etaymikin deyman ku. Shunda qil bolam. Obdan o'ylabsan. Sangimi azroq yaxshilik qilay degan, lekin men pul yetmayotdi. Azroq pul yig'ib bersanglar. Obdan o'ylabsa bolam. Ha. Necha vaqtim bu yan pul topmidi, pulni yo'qotdi deyla. Endi bolamiz pul topgandan keyin urug' tuqqanlardan, el ag'inlardan Ikkinlarga bog'biravallarni qaytirib kelsak bo'larmikin? Boslashdik. Dada, azroq pul tepagina Unda qopim ketmez. Sizning deganlaridekmi bo'lmas? Men Qopmamlar. qay so'rabim baxmagandim. Voy, berib amal qilib baqsir bo'ladi-ku. Berib baqsam Qoptamay baqay. qopsizlar. Ma'qul. Qandaq degan gap? Ber baqay. Boslar. Opa, bu do'chu, jiq pul topsam mashindan birini olaman tex. Ha, ma gaping bo'ladi. Ha, qani, atbaqa. Ataya. Toshqan yuragini o'tirib ketgani. Yo'q. Shu. Hocam. Başını sınaylığı. Ha. Lan, qani ağıyla. Ha, oynamsa oynaylı kalıp bağ mı? Hazır bırak lan. Neç bol.
50 mingni quturib etdim, 10 mingga berib turasan. Qachon bersa? Bera olamsa? Yo'qim berma. Ma'qul. Agar biramsan ishing chatoqchimi? Desa. Ana o'ynandi. Desam qancha? Mana, ana. Ana ata. Şu. Qachon bera olsa pulni? Laqatimiz o'rnida akab bermam kim? vaqiraysan ku. To'xtab, pulni kesish kerak buni qaydi bo'yicha. Qupa. Kesin lan. Qupa. Bu bizga nemi ko'gilik, Shuni nemi da tatqiliq deyman ha. qanday qilamiz? Hayvon. Apa! Bu hayvonni ko'zim ko'misin. Voy bolam, nima bo'lding? Esnime. Mana. Telefon depti. Hay apa. Bu teğiğici öyde oturtsan go. Ha, shu bolam, amalini qilamadik. Bolam, qo'ling nima bo'ldi? Kesib etdi. Apa, Ha? el qıpının amalını kılamadın mı? Qilamadim bolam. Esda canım apa. Bu pulun amalını kılsak olmaydı. Hiç bulmasa ma öğlendi olsa ma sevdim hatırlıyor apa. Onda kımıkılmış. Dadam kını. Dadang uyda yo'q. Nemizda aytding bolam, men izlab beray. Dadam kını deyme. Bu yoqchi Dadam bolam. kını dadam. Uyda yo'q. Ya sen Neyimiz konuşma deyse? da vatıma. Ma yerken sen go. Ha? Bu nemi qilmoqchi? Ha, nemi qilmoqchi? Çıkar. Qo'yvat meni. Meni qo'yvat. Gel kıla. Qo'yvat meni. Meni Voy qo'yvat. jinim bolam. Bunda qilma. Sen satmam. Bolam, satay. Satay, o'yinimni satay. Set satay. Satay bolam. Meni qo'yvat. O'yinni satay. Qo'yvat gel. Bolam, dadamni qo'yvat. Bo'ldi qil. Hey, Bo'ldi qil. hayvon. Men amalini qilib beray, jinim bolam. Ahli hayvon. Jinim bolam, men amalini qilib beray. Bo'ldi qizim, bo'ldi qizim. Bo'ldi qizim. Bugün o'qishda pul aytib yeyli. Ballarmi kep qalamdi o texi. Teştiqmi? Qanday ahvolinglar? Obdan turdinglar. Teshtirdingizmi? Yomon emas. Bolam, nim bo'lding? Chiroying sulg'un turdi-ku. Qopni azroq pul berib turgan bo'lsanglar. Pulning hammasini ishlatib ketibmiz. Yana kelib bir uy deganda chiqimmi bo'lib turdi ekan. Onu özümün nevrisi dursa, pulu sizlarga bermay. Kimga beratdim qizim? Ammo sizning eringizni xel ko'p pul topdi, azroq berib turgan bo'lsangiz. Sizlarning Ahmadjonning turmushi yomon emas-ku. Pulni shunida so'rsanglar bo'lmamdi. Ahmadjonning turmushi xili yaxshi bo'lgandan keyin shunidan so'ranglar. Qaynatingizdan qolgan mol dunyo unda qasan tugab ketmagandi. Pulinglar shunda qasan tugab ketdimi? O'z vaqtida Ahmadjon bilan aralashmanglar, miros talashib deb urush qilsamidinglarmi? Ular bilan ziddiyatlashibdiman, urushibdiman, uydan qovlabdiman. Bizni bachaq muhmoq oldinglar, endi yo'q chaqda. Mushundaqmi gap qilamsizlar? Bu ukam, bu nima deganingiz? Bolalarınızı özünüz başqaramaydı, bizni ko'ramsiz? Bolalarınız ticaretde ziyon tassa, biz bilan sherikmikan? Bolalarınızı obdan başqaramagandan keyin hop bopdi toza. Geldik mi? Ha, necha shu?
Qani aka shuna. O'zimiz nega kerakligini. Mushu. Shu. Mana tez. Mana ey. Juring aka. Acha. Qani kiranglar. Bundan zeminki ha. Lekin yiroq bo'lsin. Ha. Bilasiz aka. Ha, ola. Ey, mushuncha ular cho'ng zamonga aron mushpulni beramsiz? Ey, og'an qo'shuvchimi? Ya, adashay. Bo'ldi qila, bo'ldi. Bo'ldi qila, nima o'zing bisola. Bo'ldi. Ya, mushpullarmi bir bo'ldi. Bo'ldi. O'zing Nima bisola. ishda bozor qilamsizmi? Bo'ldi. O'zing tutib ol o'zingni. Hey, Bo'ldi qila. mana mayaqqa. Mana. Tez mana. Qiladi. Mushpullar tasmisa beni. Qarama, tutalaymiz. Meni bushta bozgaz bo'ladi deydi. Bo'ldi qila. Seni qamadi qil, omutonga qo'ysin ekan mushpullar tasmisa beni nurg'un pul tutalaymiz yana. Bozmuş uyanım qaytib ekilmez. Yani kötülük kutimiz yani xatirjam bo'l. Ha? Ayni vaqtda men xilji qutqan go. Onu biz qura. Talim bor go. Onu O'ynayman. Ey, talay mandil deb o'ylamsa, kima? O'ynaymiz. O'ynaymiz. Bir o'ynaymiz. Ha. Yana, voy. Abimizden Ahmet'e çokum kilo döndü. Çokum üyünü mü kaytır oldu bu? Voy jinim bolam, yana o'ynayapsansan. Fatima apa? Yana uqtiribsan, bo'lmaydi. Fatima dedim go, ben uyni qaytira olmasam qanday qilay? Voy, uyni qaytira olaman, jinim opamga Fatima. Qanday qilyapsan, ha? Bizdan turasam qanday qilay? Bo'ldi qila. Bo'ldi qildimi? Yo'qla. Uyni uqtirsam yo'qla mana. Tezroq qilinglar. Vallahi kedim birini. Bana sağ ol. Hayır. Ağladım ki fazla ha. Bir an bakar. Acha kartını. Mana hamsa. Kına, mena. Üstü. Ya kene mezan bege 5 milyon pul kene. Ha? Mezan bege pul kene. Ha? Qaytiray dedim o sana. Kaça kaytırsa onu evde. Oyladın çıkar. Hopa, oyladın çık. Hopa. Sen o farda mı atık ya? Yapma nasıl bastı bugün. Hopa. To'xta. 5 milyon pulam kene. Voy bolam, nima ish oldi? Apa. Meni gapimni faqat anglamading. Duruvettim apa. Duruvettim. Sen müşteride proza kadar kılma. Ketishgansan. Ya ağıyla onda kımağla bizi oğluna çağlık kadar kılma zalimle. Canım dada. Seneden ayrılıp bunda xanı veyran bop ketişimni oylamaptıken ben dada. Öz vaqtida kepinga kirib, bolalarımga terbiyeni yaxshi qilgan bo'lsam, bolamni to'g'ri yo'lda mangan, yaxshi odam bo'lgan bo'ladi. Men bu ko'nglimga azor berib, qag'ishimni olmagan bo'lsam, bu xoni vayronchilikni tortmagan bo'lardim bu jinim dada. Jinim dada. Bundaq makonsiz sarson bo'lib yurishimni o'ylab baxmabdi ekanman. Sizning nasihatlaringizga quloq solmabdi ekanman. Sizni o'tdan boqolmabdi ekanman. Endi siz tutgan bu makon bollari uchib ketgan qush o'zidek cho'ldarib qoldi-ku. Dada, men pul bo'lsa, odam xo'shal-xuram turmush ko'chiralaydi debdi ekanman. Ota-onani razı qilmay
Xo'shal xuram turmush kechirgili bo'lmaydi ekan. Dada, hayat vaqtingizda yurt cho'nlari, ota-onalarni ranjitmanglar. Ularga yaxshi qaranglar, deb nasihat qilsa, nima to'g'ri gap qildig'ando, mening bilan nima ko'rdi debdimi? Siz hayat bo'lgan bo'lsangiz, bunda xonvayram bo'lib ketmasdim, dada. 9 oy, 9 kun qo'saq ko'tarib tuqqan o'g'lim yer bilan yakson qildi. Dada, sizdan ayrilib bir kunmi kulib boqmabdiman, jinim dada. Bo'ldi, turg'in o'rningda. Tur aka.